Kalin School'da yana bitta qaynoq natija, bir oylik intensiv kursimizdan yana bitta 7 va bu narsa biz uchun odatiy tusga aylanib qoldi. Ko'rishingiz mumkin, writing 7, speaking 7,5. Ayub, tabriklayman endi. Rahmat. Bizda bir oylik kursimizda o'qidingiz, intensiv kursimizda qanaqa taassurotlar endi? Hop, taassurotlarim zo'r. Bu bir oylik intensiv kursda ko'p narsani o'rgandim desam bo'ladi. Masalan, speaking ham va writing ham oldin 6.5 edi. Speakingni asosiy 6.5 dan 7.5 ga ko'targan sababi bu Kalin Schools metodlardan biri mind map bo'ldi. Bunda ko'p narsani o'rgandim va fluency'mi masalan 1 ballga oshira oldim o'shani. Va writingga keladigan bo'lsak, asosiy sabablardan biri bu feedback bo'ldi ustozdan berilgan. O'sha feedback orqali o'zimni tuzata oldim va writingimni o'sha orqali rivojlantira oldim. Endi 7 ball 8 ball ko'tarish niyat bormi? Inshaalloh ko'taramiz. Kalin School'da yana niyatim bor. 7 dan, ya'ni 8.5, 9 ga chiqish ham niyat bor. Shunga harakat qilamiz. Tabriklayman.